Assalomu alaykum do'stlar. Bu videomizda sizlar bilan Word dasturida kirganimizda e'tibor bersangiz, shrift turi bor. Doim Calibri 11 shriftda turadi. Shuni Times New Roman'ga o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Standart 14 bo'ladi razmeri, shuni to'g'irlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun ishqonchamizni shu qirg'oqqa olib kelib, shu tugmani bosamiz yoki ko'ryapsiz, o'zi podskaska beryapti. Ya'ni Ctrl D tugmasini bosish orqali ham tezkor tugmachalar orqali shu oynani ochib olamiz va bu joyga Times New Roman deb yozib olamiz. Mana yozganimizda chiqadi. Обычный Rosen razmeri 14 qilamiz va bu joydan по умолчанию yozuvini bosib, barcha hujjatlar uchun degan bo'limini tanlab, OK tugmasini bosamiz. Mana o'zgardi. Endi yangi oyna ochganimizda ham xuddi shunday chiqadi. Ko'rib turibsiz, dokument 3 turibdi. Endi yangi oyna ochaman. Ctrl N tugmasi bilan mana yangi oynada ham yangi o'sha razmeri Times New Roman'ga o'zgardi. Rahmat, sog' bo'linglar.